Diqqat! O'zgidromet agentligi iyun oyi uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, 2026-yilgi iyun oyi beqaror va o'rtacha iliq ob-havo bilan boshlanadi, deya xabar bermoqda O'zgidromet agentligi. 1-3 iyun kunlari respublikaning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol tezligi 15 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat asosan kechalari 15-20 daraja, kunduz kunlari 30-35 daraja iliq bo'ladi. Keyingi oy oxirigacha harorat asosan kechalari 18-23 darajagacha, kunduz kunlari 29-34 darajadan 34-39 darajagacha o'zgarib turadi. Shimolda, janubda va cho'l hududlarining ayrim joylarida 40-42 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Oyning birinchi yarmida ayrim kunlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Jahon prognoz markazi hisob-kitoblariga asoslangan holda O'zgidrometning dastlabki baholashlariga ko'ra, joriy yilda yozning o'rtacha harorati me'yordan biroz yuqori bo'lishi mumkin. Yozgi mavsum davrida ekstremal qiymatlarga yaqin bo'lgan juda issiq ob-havo davrlari bo'lishi kutilmoqda. Yoz o'rtalarida eng issiq kunlar havo harorati 42-44 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 44-47 darajagacha bo'lishi kutilmoqda. Oxirgi 15 yil davomida respublika hududida katta qismida faqatgina 2019-yilning iyunida, shimolda va cho'l hududlarida 2017 va 2018-yillarning iyun oylarida me'yordan biroz yuqoriroq ob-havo kuzatilgandi. 5 yilliklar bo'yicha o'rtacha hisoblangan iyun oyining o'rtacha harorati 2021-yildan 2025-yillarda harorat sezilarli darajada ko'tarilib ketgan. Respublikaning barcha hududlarida ushbu yillar davomida haroratning me'yorlari o'rtacha anomal qiymatdan 1-3 darajadan 2-5 darajagacha tashkil etgan. O'zbekiston hududining katta qismida iyun oyida o'rtacha iliq harorat 31-36 daraja atrofida bo'ladi. Janubda va cho'l hududlarida esa me'yordan 4-3 daraja yuqori bo'lishi kutilmoqda, deyiladi xabarda.